Shotga atgan summa tushdimi? Ha, bo'ldi, rahmat. Gaplashamiz. Onasi? iPhone deding, iPhone olib berdim. Mana shotimga pul tushdi. Endi ertaga sen aytgan mashinani olib beraman. Rahmat sizga. Dadasi, kech bo'lganda nima qilib o'tiribsiz? Uxlamaysizmi? Sen damingni olaver. Shu proyekt tugatib qo'yay. Bo'pti, men yotdim. Voy, nonushta qilib ketmaysizmi? Yo'q, yo'lda qilib olaman. Har kuni ishga erta ketib, kech qaytasiz. Kelishingiz bilan notebookka yopishib olasiz. Qachon bundoq menga e'tibor, mehr bergansiz? 3 oy oldingi gapingni esla olaysanmi? Qanaqa gap? Onasi bitta choy damla bor. O'zingiz damlang. Bu nima degani? Qachon biz odamga o'xshab yashaymiz, a? Mana kecha gapga bordim. Hamma dugonalarim qo'lida iPhone, tagida mashina. Nima sevgi bilan qorin to'yadimi? Pul bilan qorin to'yadi, pul bilan. Bo'pti. Nimalar kerak bo'lsa, hammasini qog'ozga yozib kelib ber. Mana. Shu hammasimi? Ha. Xo'p. Bu yerda kosmetika, iPhone, mashina, uy va ko'p narsalar yozilgan. Va o'sha qolgan ko'p narsalarni olish uchun ertalabdan kechgacha ishlayapman. Lekin mehr, e'tibor, sevgi yozilmagan. Xohlasang yozib ber. Meni kechiring. Bilasanmi onasi? Baxtli ayol eri boy bo'lishida emas. Baxtli ayol eri unga mehr va e'tibor berishida. Qolgani o'z-o'zidan bo'ladi.